Samarqanddan Zominga sayohat qilish necha pulga tushadi? Ertalab soat 6 dan Jizzax Zomin tog'lariga qarab yo'l oldik. Yo'lda qiziqarli latifalar, she'rlar, qo'shiqlar aytib, vaqtimiz qanday o'tganini ham bilmay qoldik. Zomin tog'lariga soat 10 da yetib kelib, Damazlarga bo'lindik. To'g'risini aytsam, O'zbekistonda shunaqangi chiroyli joylar borligini bilmasdim. Soat 10:30 da esa Zomin qo'riqxonasiga yetib keldik. Kirish narxi bir kishiga 20 ming so'm ekan. Soat 11 da kanatga chiqdik. Kanatga chiqish narxi shanba kunlari 70 ming, qolgan kunlari 50 mingdan ekan. Kanatda manzaralar juda chiroyli ko'rinar ekan. Xuddi kinolardagidek his qilar ekansiz. 10 daqiqada yuqoriga chiqib, Damazlarda yana ko'prikka qarab yo'l oldik. Osma shisha ko'prikka chiqish narxi 50 ming so'm, jumping arqondan jarlikka sakrash esa 300 ming so'm ekan. Chiroyli manzaradan bahra olib bo'lgach, soat 1:00 da ko'prik yonidagi shashlik uzdi. Ovqatlanish bizga bitta shashlik 32 ming, bitta un oshi 30 ming, 2 xil salat, choy va yaxna ichimliklar bilan birgalikda 100 ming, 150 mingdan tushdi. Bu yerdan chiqib esa 1000 yillik archaga bordik. Manzarasi juda ham chiroyli. Bepul piknik qilish ham mumkin ekan. Keyingi manzilimiz Sherbuloq bo'ldi. Undan keyin Tuzxonaga, undan keyin esa Boboyong'oq va eng chiroyli bo'lgan Zomin suv omboriga. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham bunaqa chiroyli joylarga kelish o'zingizni baxtli his qilishingizga yordam beradi. 17:00 da avtobusga chiqib Jizzax Somsaga qarab yo'l oldik. Bitta Jizzax Somsasi 40 ming so'm va u yerdan chiqib to'g'ri Samarqandga qarab yo'l oldik. Soat 9:00 da esa Samarqandga yetib keldik. Bularning barchasi esa Yoshlar ishlari agentligi hisobidan bo'ldi. Kim shunaqa sayohat qilmoqchi bo'lsa, Ostaur sayohat firmasiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Videoni esa hamkasb va yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying.